O'rtoqlar, demak 8-chi test printda 8-chi variantdan namuna uchun misol ko'rishda davom etamiz. Xo'p, yetib kelgan joyimiz 22-chi masala edi. 22-chi masalani o'qib beraman. Induktivlik g'altagidan 2 amper tok o'tganda undan 40 Weber magnit oqimi yuzaga keladi. G'altakdagi magnit oqim doimiy saqlanib, g'altakda o'ramlar soni 5 marta oshsa, uning magnit maydon energiyasi qanday bo'ladi? Ya'ni ikkinchi safar qanday bo'ladi deb so'rayapti. Demak, qarang. Magnit oqimini o'zi formulasi bor edi. Phi barobar L edi. Bundan phi ni I ga bo'lib yuborsam, induktivlik chiqadi. Dastlabki induktivlik demak 20 Henry ekan. Keyin induktivlikning formulasiga murojaat qilamiz. Qarang, formulasi mu 0 n kvadrat s taqsim L edi. Mu 0 n kvadrat s taqsim L. Ana endi mana bu n ana shu o'ramlar soni edi. Agar u 5 marta oshsa, induktivlik 25 marta ortishi kerak. Endi 25 L1 shundan kelib chiqdi. Endi L1 ga 20 qo'yadigan bo'lsam, 25 ko'paygan 20 bu demak 500 Henry degani bo'ladi. 500 Henry. Ana endi 500 Henryni eslab turamizda, magnit maydon energiyasiga o'tamiz. Magnit maydon energiyasini phi kvadrat taqsim 2L degan formulasi bor. Phi ni o'rniga 500 qo'ysam, L ni o'rniga o'sha phi ni o'rniga 40 qo'yaman, phi ni 40 deb bergan, 40 qo'ysam, L ni o'rniga 500 qo'ysam, phi kvadrat taqsim 2L bundan 1,6 bo'lishi kelib chiqadi.